Bu safar open budjetda ovoz yig'ib seni asfal qilaman. Mahallada hamma patinkasini yechib paypad yuradi. Aka, tinchlikmi? Yaxshimisiz aka? Akajon, open budjetga shuni SMS boradi, ovoz berib bering. Yo'q, ovoz bermayman. Biroq qizib beraman. Hazil, mujik qo'rqmang. SMS boradi aytib bering, o'zim aka. Men ovoz bermayman aka. Men hech qachon o'zim mahallamga ovoz bermayman aka. Hammasi menga. Hammasi. Bitta ovozga bitta pach kelyapmiz aka. Hozir ayamni dadamni hammani aytib kelaman, boyib ketdim. Voy Anvar, jedra katta bolalarga sen kreditga olib berib 5 yildan beri to'lamayman men. Akajon, open budjet sezoni keldi. SMS boradi, shunday aytib berasiz, hamma kreditingizni o'zim to'lab beraman. Nima deysiz? Serios, davay. Bu boshimni urib yorvoraymi, ha? 10-marta imtihon topshirib prava ola olmaysanmi? Nima uryapti senga? Dadamga nima deyman? Dadam endi. Akajon, dadangizga men aytib beraman. Open budjetga ovoz yig'ish boshlandi. SMS boradi, ovoz berib bering. Aka, jinnimasmisiz? Pravadan yiqildim deyapman. Qanaqa open budjet? Bitta ovozga bitta prava beryapsiz, hozir tushunyapsizmi? Prava qulluq olsin. Yo'q, prava beryapsizlarmi? Jo'nating ko'tdi. Yo'q, to'la ovoz beraman aka. Jo'nating. Bo'ling. Anvarda o'g'lim. Maki. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. Gap bunday. Hali kuni iPhone olaman deb yuruvdingmi? Bo'ldi, iPhone beraman. SMS boradi, open budjetga bizim mahallaga ovoz beraman. Ha yo'q, men sizni bildim. Siz odamlar kamchiligidan foydalanib ovoz yig'yapsiz. Men 10 ta iPhone ga mahallamni sotmayman. Hali kuni sigaret chekayotgan dadang bildimi, bilmadimi? Yozing nomerni. Senga qiz mahallasiga ovoz beraman. Asrab qo'ydim. Odam emas ekansiz. Bo'l tez. Men qaynam mahallasiga ovoz bermadim. ovoz yig'aman, ey